Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 2025-yil 15-may hokimiyat binosidagi tadbirkorlar bilan 3 tajribasiga asosan uchrashuv o'tkazyapmiz. Asosiy maqsadimiz o'sha tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Prezident 312 sonli qaroriga asosan 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha yengillashtirilgan garov asosida yuridik mijozlarga kreditlar ajratish hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 10 milliongacha 1,5 yilga 23%dan plastik kartasiga tashlab berish orqali kreditlar ajratyapmiz hamda yoshlar bitirayotgan institut tugatayotgan yoshlarga ham 50 milliongacha yakka tadbirkor yoki yuridik shaxs ochadigan bo'lsa 50 milliongacha zalogsiz kreditlar ajratyapmiz. Kimda nima savollar bo'lsa kredit bo'yicha marhamat bemalol savollaringizni berishingiz. Siz hozir qancha kredit so'rayapsiz? 100 million. 100 million zalogsiz qilib beramiz. Aylanmangiz, obrotlaringiz bor. Obrotlaringiz bor. Nima sotib olasiz? Xolodilnikdan keyin yonboshiga pech. Nechta shuni yaratasiz? 5 ta. Bo'ldi, hujjatlaringizni bankka taqdim qilasiz, tezlashtirib beramiz. Yana kimlar Sherikdan fermasdan tashkilotdan biza 300 milliongacha olmoqchimiz, hozir aytdingiz. Shunga qanaqa hujjatlar kerak yoki nima kerak? Hujjatlarni biz sizga ro'yxatini beramiz. Bugun borib uchrashasiz bankka. Biz hamma hujjatlarni, kerak hujjatlarni taqdim qilgandan keyin aylanma mablag'iga 1,5 yilga 25%dan kredit ajratamiz. Nechta shuni yaratasiz? Biz 5 ta shuni yaratmoqchimiz. Bo'ldi, bugun borasiz. Uchrashib, men o'zim sizga kredit hujjatlarini taqdim qilaman. Birgalikda tezlashtirib kredit salib beramiz. Yana kimda savollar bo'lsa